Ochiq aytadigan bo'lsak, turizm bugungi kunning eng muhim iqtisodiy sohalaridan biri sanaladi. Shu boisdan dunyoning ko'plab davlatlari tomonidan ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi Ko'rpasoy mahallasi ham tuman hokimi Mahmud Xolbutayevning hamda mahalla yettiligining sa'y-harakatlari bilan mahalliy va chet el sayyohlarni jalb qiladigan hududga kiritildi va 24 kilometr ichki hamda markaziy ko'chalarga asfalt yotqizildi. Buning uchun davlatdan 12 milliard so'mga yaqin mablag' sarflandi. 15-asr madaniy meros obyekti davlat muhofazasiga olingan Parpi ota ziyoratgohi, 8 ta kempinglar hamda 4 ta uy mehmonxonalari va bir qator tarixiy joylar sayyohlar uchun hozirlab qo'yilgan. Parpi ota ziyoratgohimiz bor mahallamizda, Olthovuz ziyoratgohimiz bor, Ko'rpasoy sharsharasi, Qirqqiz, Qiziltosh avliyolarimiz bor. Bundan bir 2-3 yil oldin sayyohchilarimiz 500-600 ta tashkil etgan bo'lsa, shu yo'llar tuzilmamiz yaxshi bo'lib, chet el sayyohlarimiz shu 1000 dan ziyod ko'paydi tashkil qilib kelishi. Mahalliy sayyohlardan tashqari Osiyo mamlakatlaridan kelyapti sayyohlarimiz, Tojikiston davlatidan kelgan, Qozog'iston davlatidan kelgan, Shvetsiyadan kelgan, Rossiya mamlakatlaridan kelgan sayyohlar bilan suhbatda bo'ldim. Yo'llarimizni qilib bergan yurtboshimizga, tuman hokimligimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xorijlik sayyohlarni zamonaviy 5 yulduzli mehmonxonalar emas, balki shu yurtning urf-odatlari, an'analari aks etgan milliy mehmon uylari, milliy taomlari ko'proq qiziqtiradi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Ko'rpasoy mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan 3 nafar farzandning onasi 31 yoshni qarshi olayotgan Hilola Sattorovani ko'pchilik qozon patirchi ayol sifatida tanishadi. Hilolaning aytishicha, qozon patir tayyorlash qo'l mehnatini talab qiladi va 1 soatdan ko'proq vaqt ichida tayyor bo'ladi. Qozonda pishirilgan patirning issiqligida o'rtasiga qo'lda tayyorlangan sariyog' solib iste'mol qilishni ko'pchilik xush ko'radi desak mubolag'a bo'lmas. Qozon patirda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'zimizni sigirlardan sog'ib, shuni kuva qilib, sariyog'lardan solamiz, qaymoq solamiz. Shu hamma narsasini solish kerak. Moyini, qaymog'ini, tuzini keyin qozonda pishiramiz. Biz oilamiz bilan talabgorlarga buyurtma asosida qozon patirlar pishirib beramiz. Albatta, turizm iqtisodiy foyda keltirishdan tashqari aholining dunyoqarashini kengaytirish, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, dunyoning turli davlatlari vakillari o'rtasida yaqin aloqalarni rivojlantiradi.